Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ramazonda o'sha kelayotgan savollarga javob berishni davom ettiramiz. Testosteron pastligini qanday belgilar bilan bilsa bo'ladi, u qanday namoyon bo'ladi va qanday qilib testosteronni darajasini tabiiy deydi usulda oshirsam bo'ladi. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt eyakulyatsiya holati uchraydi. Soft brend asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brend asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brend asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib testosteronni kamligini gipogonadizm degan holat deyiladi. Demak, shu gipogonadizm degani erkak kishilarda va o'sha ayollarda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Testosteronni o'sha kerakli bo'lgan ayollarga yoki erkaklarga xos bo'lgan gormonlar tushib ketgan holatini gipogonadizm deb aytiladi. Gipogonadizm deganda darrov ko'zimiz oldida testosteronni keltirdikda, testosteron nimani javob beradi? Muskullarning o'sishiga birinchi bo'lib. Demak, shu odamda muskullarning o'sishi to'xtagan bo'ladi. Ikkinchisi yog'larni ko'payishi, ya'ni erkak kishida semizlik paydo bo'ladi. Ikkinchi o'sha semizlikning paydo bo'lishi ikki xil bo'ladi. Ya'ni odamda ayollarda misol uchun oyoqlarida yoki yonboshlarida yog' bo'ladigan bo'lsa, erkak kishida qorin paydo bo'ladi. Ya'ni qorinni kattaligi. Boshqacha aytsa, o'sha testosteronni tushganini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, qorinni aylamasiga, ya'ni qorinni aylamasiga o'lchab turib bu narsani bilsak bo'ladi. Erkaklarda 94 sm bo'lishi kerak, shu nimani aylamasi, qorinni aylamasi 94 bo'lishi kerak. Undan kattasi mana qizil bilan ko'rsatilgan. Demak, buni o'sha testosteron tushib ketgan, metabolik o'zgarishlar deymiz. Qorinni katta bo'lganligi, demak bu odamda testosteron tushib ketganligini xabardorini beradi. Даже ko'p doktorlarimiz bor, do'stlarimiz katta qorni bor deya, menda testosteron yaxshi deydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas, bo'lmaydi ham. Qorinda yog' paydo bo'ldi degani, bu qo'shimcha endokrin organ paydo bo'ldi degani, o'ta leptin degan gormon ishlab chiqariladi. Bu juda yaxshi narsa emas. U ham testosteronni, ham gonadotroplarni hammasini pasaytirib yuboradi va keyingi holat testosteronni o'sha tushib ketishi sababi nimasi, namoyonlardan bittasi insulin resistentness deymiz, ya'ni odamda asta-sekin qandga kasalligiga, diabet kasalligiga moyillikni oshib borishi hisoblanadi. Ya'ni uni o'sha qaraydigan bo'lsak, semizlik paydo bo'ladi, yog'lar paydo bo'ladi. Bo'ynida, mana bu tirsakda qora dog'chalar paydo bo'ladi. Boshqa insulin resistentnessda xabar bo'ladi. Agar kimda tirsakda shu yerda qattimlik bo'lgan bo'lsa va boshda dog' paydo bo'lgan bo'lsa, qora dog' paydo bo'lgan bo'lsa, yoki bo'yinda aytamiz, bundoq qarab tursangiz, ko'rsangiz bo'ladi, gryazniy sheya deydi. Ya'ni iflos bo'yin o'xshagan simptomi deb aytsak bo'ladi. Afrikanskiy ojreliya deyishadi, qora o'sha munchoq simptomi deb hisoblanadi. Demak, shunaqa narsa bo'yinda bo'ladigan bo'lsa, bu insulin resistentness, testosteron tushib ketgandan keyin kelib chiqadigan yomon asoratlardan bittasi hisoblanadi. Yana bitta testosteron tushib ketganda o'sha bo'ladigan narsa o'sha qonni tarkibida xolesterolni ham triglitserid deb aytamiz, triglitseridlarni ko'payib ketish holat. Agar analiz qon olinadigan bo'lsa, bunda odamda xolesterin va triglitserid va testosteron tushib ketgan bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Qon tomirlarining ichida o'sha yog'larning yig'ilishi
shiddatli davom etadi. U odamda qandli diabet, semizlik, qon bosim kasalligi paydo bo'ladi. Mana shu testosteronni tushib ketishi. Keyingisi odamning kayfiyatini butun kun bo'lmasligi. Ya'ni uyquni yomon bo'lib qolishligi va sizda holsizlik va butun kun davomida ko'proq kayfiyatingizni yomon bo'lishi, yaxshi emas, yomon kayf. Erinchoq bo'lib qolish, ishtamoqga qo'l bormaslik, apatiya deb aytiladi. Bular hammasi testosteron tushib ketganligidan xabardor beradi. Yurgisi ham kelmaydi odam, hali televizor ham pultda oladigan, ko'tini ko'tara olmaydigan, mana shunaqa holat deymiz. Bular hammasi testosteron tushib ketganda bo'ladigan holatdan bittasi. Oxirgisi sizda o'sha jinsiy yaqinlikka bo'lgan moyillik, libido deb aytiladi bizning tilda, libidoni pasayib ketishi. Va oxirgisi ertalabki turganingizda spontan ereksiya, ya'ni ertalab uyg'onganda bo'ladigan ereksiyani kamayib ketishi, yo'q bo'lib ketib qolishi, shu testosteronni tushib ketganligini namoyandasi bo'ladi. Endi mana shu belgilar. Qanday qilib testosteronni oshirish mumkin? Birinchi, parhez, demak, shirinliklarni to'xtash kerak. Ikkinchisi, harakat va muskullarga beriladigan yuklamani paydo qildirish kerak. O'sha yuklamalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Agarda sizning yoshingiz katta bo'lib, testosteron tushib ketgan bo'lsa, biz u holatda tashqaridan testosteron berishi yoki yoshroq bo'ladigan bo'lsangiz, tushishga tendensiya bo'layotgan bo'lsa, boosterlar deymiz. Testosteronni o'sha ishlab chiqarishni kuchaytirib beruvchi boosterlarni maslahat beramiz. Ana shu holatlarni faqat doktor, ya'ni men hozir gapirayotganim yo'q, qanaqa dori yoki qanaqa narsani qabul qilish kerak, chunki buni doktor o'sha tekshirib, sizda nima yetishmovchiligini bilib turib aytish mumkin bo'ladi. Endi oziq-ovqatlardan nima foydali deydigan bo'lsa, demak, oqsil bo'lish kerak ko'proq. Demak, o'sha yaxshi nima qiladigan qovoni urug'i yaxshi bo'ladi erkaklarga. Undan keyin o'sha ananas, sitruslar yaxshi yordam beradi. Ovqatni hazm qiladigan kivi, yog'ni kamaytiradigan, o'sha xolesterolni tushirib beradigan holatlar yaxshi bo'ladi. Eng katta testosteron dushmani bu shakar hisoblanadi. Ya'ni yengil uglevodlar hisoblanadi. Shuning uchun yengil uglevodni yo'q qildirib qo'yib, oqsilli moddalarga o'tib, boosterlarni qabul qilinadigan bo'lsa, fizikultura qiladigan bo'lsak, agar iloji bo'ladigan bo'lsa, yana zalga borib, muskullarga nagruska beradigan bo'lsak, bu o'sha testosteronni sathini oshirishga yaxshi yordam beradi. Uy sharoitida menimcha ko'pincha aytib qo'yishadi, qanaqa qilib davolasa bo'ladi uy sharoitida. Bu uy sharoiti degan narsa yo'q. Ba'zi bir blogerlar shunaqa uy sharoitida davolash deb bir narsalarni chiqarishgan, u xalqqa yoqqan. Shuni ichidan menimcha shunaqa savollar kelib chiqqan bo'lsa kerak. Hech qanaqa kasallik uy sharoitida davolanilmaydi. Uni faqat tibbiy o'sha xodim uni tekshirib, diagnoz qo'yib, keyin unga sizga maslahat berish mumkin. Nima dorilarni qabul qilish kerak, qanday qilib bu narsani davolash kerakligini. O'ylaymanki, bugun o'sha berilgan savolingizga aniq javob berdik. Bu xalqimizni, o'sha erkaklarimizni ayniqsa o'sha salomat bo'lishida bugungi aytgan maslahatlarimiz asqotib qoladi deb. Xayr, salomat bo'linglar.